Hayırlı kun okuşular. Bugünkü dersimizin teması sanao sistemaları turunda tafsillabroq. Kompüterning matematik hisoblowlarini nechik boshqaruvi turunda masalani qoray boshlagancha biz sizning bilan oldagi paragrafda o'tilgan sanao sistemalarini to'xtalaylik. Pozitsion sanao sistemalarında berilgan sonlarni bir sistemadan ikkinchisini ko'chiruv qoidalari turunda tegalroq fikr olishik. Esga tushiraylik, tilasan endi unarli sonni sifrlarning 10ning darajalarini topqir chiqishlari summasi ravishida berishga mumkin. Bunday berilish son yozilishining JNK formasi deb ataladi. Tubandagi tegizlikni qoray olasiz. Ekranga ko'z soling'iz. 2638 soni ham 345 butun 1000 178 soni. Bu misollardan ko'ringancha JNK formada 10ning daraja ko'rsatkichi tengdoshli sifrning sonlar yozilishidagi o'rnini beyli. Sifrning son yozilishidagi o'rni sonning razryadi deb ataladi. Birimlik razryadidagi sifr 10ning 0-darajasi tegiz bo'lib 1 ga topqirlanadi. Destalar razryadidagi sifr 10ning 1-darajasini, yuzlar razryadidagi sifr 10ning 2-darajasini topqirlanadi. Voqlanmalı razryadlar 10ning teskari darajasini topqirlanadi. 10ning -1 darajasi, 10ning -2 darajasi ham boshqalar. 10ning darajasi sondagi tengdosh razryadning nomerina tegiz. Biz shu darajada unarli sanoga ko'nikkanmizki, boshqa sistemadagi son bizga o'zini tengdosh miqdor o'rnini siylami. Masalan, 112 ishsharli sanov sistemasi nindi zo'rlik ol? Ko'pmi yoki ozmi ekanligini bilish uchun uni unarli sistemaga ko'chirish kerak. Ammo ishlavi bek yengil. 112 sonida 2, 1, 1, 3 ham 9 bor. Unarli sistemadagi kabi sonni uni tuzishi sifrlar bilan sistema negizining tengdosh darajasining topqir chiqishlari summasi ravishida berishga mumkin. 112 3-chi sanov sistemasini aylantirik unarli sanov sistemasini. 1ni topqirlaymiz ishning kvadratini plus 1 topqir ishning 1-darajasi plus 2 topqir ishning 0-darajasi tegiz bo'ladi 9 plus 3 plus 2 tegiz bo'ladi 14. Demak, 112 ishsharli sanov sistemasini unarli sanov sistemasina ko'chirsak 14 bo'lar ekan. 1 0 1 1 0 1 ikkisharli sonning unarli sanov sistemasina ko'chirik. Prinsip shuluq. Hozir sonning JNK formasida 2ning darajasini foydalanirga kerak. 1 0 1 1 0 1 ikkisharli sanov sistemasini unarli sanov sistemasina ko'chiruvni ekranda ko'ra olasiz. 16sharli son bilan misol ko'raylik. 15 FC tegiz bo'ladi 1 topqir 16ning kubi plus 5 topqir 16ning kvadrati plus 15 topqir 16ning 1-darajasi plus 12 tegiz bo'ladi 4096 plus 1280 plus 240 plus 12 ularning summasi 5628. Amina unarli sistemadan unarli bo'lmagan sistemaga kiri nechik ko'chirishga? N tegiz tugul 10. Bunun için unarli sonni n darajasındagi qo'shiluvchilarga tarqata bilirga kerak. Masalan, 15 soni tegiz bo'ladi 8 plus 4 plus 2 plus 1 tegiz bo'ladi 1ni topqirlaymiz 2ning kubini plus 1ni topqirlaymiz 2ning kvadratini plus 1ni topqirlaymiz 2ning 1-darajasini plus 1 tegiz bo'ladi 1 1 1. O bizning ikkisharli sanov sistemasini ko'chirib bo'ldi. Bu masala unarli sistemaga ko'chiruvga qaraganda qatlovliroq. Uning turida kelasi darsda suylashirmiz. Shuning bilan bolalar teoriya ilishimiz tamom.